rangsiz biri. Nimaga baxtliroq uylanmadim? Hali uylanmayman degan yigitlar ushbu videoni albatta ko'rish kerak. Katta yoshda uylangan erkaklarda testosteron gormoni miqdorining kamayishi natijasida erkaklarda urug' sonining kamayishi hamda urug' sifatining buzilish holati kuzatiladi. Katta yoshda uylanganda garchi farzand ko'rish qobiliyati saqlangan bo'lsa-da, ushbu erkaklardan tug'ilgan farzandlarda turli xil turdagi keng tarqalgan genetik kasalliklarning kelib chiqishi ancha ko'payadi. Kech uylangan erkaklarda turli xil turdagi qon tomir kasalliklari, xususan insult, infarkt kabi kasalliklarning kelib chiqish riski juda baland bo'ladi. Va nihoyat, eng oxirgisi va eng achinarlisi, kech uylangan erkaklarda ma'lum bir gormonal buzilishlar natijasida jinsiy xohish, ya'ni libidoning pasayish holati kuzatiladi. Ushbu videoni uylanishdan qochib yurgan o'rtog'ingizga albatta jo'natib qo'ying.